Mayli, yaxshi o'tiringlar. Onam nonlarni o'z vaqtida bergan. Unutib qo'yishlar. Xavotirim yo'q. Sen aytmasang ham o'zim bilaman nima qilishni, qachon berishni. Kuyovning o'zini qo'li yo'qmi? Dorisini olib icha olmaydi. Bola yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, o'tiribman. Tinchlikmi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Hammasi yaxshi joyida. Nega oyi? Nimaga kelin unaqa qiladi? Ovqatingizni bermayaptimi? Kiyimlaringizni ham yuvmayaptimi? Voy tavba, men hali boring ko'rsatib qo'yaman unga. Ukamga aytaman. Bu ketishda siz kasal bo'lib qolasiz, oyijon. Assalomu alaykum adasi. Oyim ozgina mazalari bo'lmay qolibdi. Shunga birovga borib ko'rib kelaylik. Hop. O'tir, hech qayerga bormaysan. Kelin, siz ham borib hech qayerga. Ruxsat bermayman. Nima oyijoningizda dori olib ichishga qo'llaring yo'qmi? Tanjim o'tir. Eri orqasidan sansirab, behurmatlik qilishi oqibati shunaqa bo'ladi.